15-noyabr haftani shanba kuni 2025-yil Toshkent tumani Uchqahramondan o'zimizning mahalladan sizlarga yaxshi sifatli g'unajilarni chiqarib berishni davom etamiz o'rtoqlar. Bugungi sizlarga chiqarib beradigan mollarimiz ikkita yaxshi qochma g'unajilarni ko'rsatib beramiz o'rtoqlar. Mana buni qaranglar, olov ekan o'zi ham. Narxini ham voshi zo'r narxdan qilib chiroyli qo'yib beramiz deb aytib o'tishyapti. Qochishga tayyor, hali kurechini chiqarmagan buzoq ekan jonivor. Xudo xolisa chiroyli qilib obzorlarni chiqarib beramiz o'rtoqlar. Mashinalar o'tib turibdi, shuning uchun tezlashtirib yuboramiz bu yog'ini. Qani, aka bu yoqqa kirgizing. Assalomu alaykum. Hop, cho'kadiga olmang. Charchamayapsizmi? Sonlari yaxshimi? Rahmat. Tuzumsiz o'zingiz? Oltimishlari? Ha, xudoga shukr, rahmat. Qalay bo'lyapti? Yaxshi, xudoga shukr. Bo'g'ozni oldingi chiqargan bo'g'ozimizni necha minutda sotdingiz? 15 minut. 15 minutda okamiz yengil qilib qo'ydilar. Olgan odamlar ham xudo xolisa baraka topishdi. Yaxshi sifatli mollarni qo'yib borishga harakat qilyapmiz o'rtoqlar. Necha oylik bu? 10 oylik. Hali 1 yosh bo'lmagan. Yo'q, 10 oylik, ana. Xo'p, kaltaroshab turing, bitta yillarni ko'rsatib beringlar, jonivor. Ana qaranglar. Bo'ladi, qiynamaymiz. Aka, yurg'izinglar ozgina. 10 oylik g'unajan. Shu местный porodalarni bolalarda aka bu. Ya, rossiyskiy. 25 ta sut beryapti. Zangidan tirikchilik bilmirot. Aha. Hop. Egalar bilan ancha gaplashib. Aha. Reksimni qo'yamiz, yengil sotib yuboramiz. Yedi ishtalari, hamma narsalari joyida, hech qanaqa muammosi yo'q. O'rtalar hozir bu yerda bizni o'lchash iloji bo'lmadi, hozir bu yerda metr yo'q. Primerni aytib ketaman. Hop, 1.15, orqa tomoni 1.20 ozgina nari berisidagi g'unajinimiz. Orqa tomonlari, korobkalarga bitta ahamiyat berasizlar. Mana qaranglar, bellari, qani bo'yinlari okalar mana. Tuyoqlarga ahamiyat berasizlar, baquvvat. Ona 25 ta sut beryapti. Xudo xolisa olib sigir qilib olishingiz uchun. Endi bunga hali qo'yishinglarga bor, bir yanvarlarga, fevrallarga olib chiqib qo'ysanglar, yaxshi bo'ladi. Narxni ham chiroyli qilib berasiz aka. Nima emas. Nech pul qo'yamiz aka? Yo'lida qilib faqat yopishtirib ayting. 16,5. 16,5 million. Xayri bor. Kami bor. Bor. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. 10 oylik rossiyskiy deganda привозной emas, mana shu yerda O'zbekistonda tug'ilgan varianti. Endi tushungan bilgan akalarimiz o'zimiz molni bittada ko'rib olishadi. Buni ortiqcha maqtab o'tirmayman. Molni yapaloqligini qaranglar. Ranglari tiniq. Rangiga ishqoz bo'ladi bu. Shunga odam biladi buni qanaqa molni. 16,5 million so'm kami bor. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa olib sigir qilib olishingiz uchun yaxshi variant. Hozir mana buni ham sizlarga ko'rsatib beramiz. Qani boylang. Boylaganlardan keyin ham okalar, arqonga tushmaganmi, mana yaxshi. Ko'chaga chiqmagan bu. Bir jonivor. Voy jonivor. Mana qaranglar. Quyoshda agar yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, o'rtoqlar mana. Mana bo'ksalarni qaranglar. Mana orqalariga bitta ahamiyat beringlar. Mana zapaski yelinlarni qaranglar. O'rtoqlar. Dona. Molimizni bu yoq tomondan ko'rinish. 16,5 million so'm narxi, xudo xolisa yomon aytilmayapti. Chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Telefon qilib aloqaga chiqsanglar, qolgan ma'lumotlari berib boriladi o'rtoqlar. Hop. Keyingi g'unajinimiz. Shuni turgan joyda bitta tishini ochib ko'rsatib yormadik-da. Kurechishi yo'q-a, xullasa? Yormagan-a? Mana o'rtoqlar. Mana jonivor. Ko'cha ko'rmaganda mol mana o'shancha bo'tir qilib yoqqa. Ha, qaranglar. Orqa yelinlarni qaranglar mana. Zapaskalar. Qani, bitta kaltaroq iloji bo'lsa, usha olamizmi? Ya, jonivor. Samarqandlik akalarimiz so'rashyapti mana sizlarga tushadigan 12 ta viloyatga iqlimiga to'g'ri kelaveradigan hech qanaqa ertaga olganinglardan keyin muammo qilib bu sovuq suvlarga bular chidamli bo'ladi, sho'gadagi. Nima paroda bu shunda? Hibrid, endi anaqa paroda deb qopqatishga kerak. Aha. Hibrid.
Shu rossiyskilarga nimadirlar chatishganda, Nimaga chatishgan? Mana bu odamda ostini ko'rdim. kuylamadimi hali? Ya, endi bizada kuylagan yo'q. Ya'ni tirikchilikda Mana o'rtoqlar mana. nimasi yo'q? Qaranglar. Zapasyalarni, voy jonivor. Pastga tushiramiz. Mana o'rtoqlar. Nech pul narx qo'yamiz aka bunga? 19 million kami bor. O'tib beradigan joyi bor, telefon aloqaga chiqarasizlar. Dastavkasi qanaqa bo'ladi? Kelishilgan holatda. Hop. Telefon nomerlarini qo'yib o'tib ketaman. 90 99 kodi bilan 895 895 23 57. 23 57 telefoniga aloqaga chiqsanglar, qolgan ma'lumotlarni beradilar akamiz. Hop, bo'yini aytish esimdan chiqibdi. Bo'yi o'rtoqlar oldi tomoni taxminan 1.20, orqa tomoni 1.25 plus. 1.30 ga yetar yetmas. 1.25 nari berishdagi o'najinimiz. Bu o'sha qochishga tayyor. Tayyor. Qo'yib yuborsanglar bo'ladi o'sha. Tayyor. O'rtoqlar, bu kelgan hali kurech chiqarmagan buzoq ekan bu. Hali xudo xolisa bu qochib yana sigir bo'lguncha yana o'sadi bu. Hozir ham bo'ylari yomon emas. Ranglari olov ekan lekin, qaranglar. Nomerlarni pastda qoldirib ketaman. Telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. 19 million kami bor. Yana kelishtirib beriladi. Xayri bor. Ishtahalari ham zo'r, xudo xolisa. 100%. Yeb ichishi kafolat bor. Tani joni sog'. Bo'ldi. Hazorlanib tashladi. Yemaydigan molning uchun. Hop, qo'ldan kelgancha chiqarib berishga harakat qildik o'rtoqlar. Hop. 19 million kami bor, 16,5 million so'm kami bor. Telefon aloqaga chiqarasizlar. Molni yedishchisi, salomatliklariga, hamma narsasiga javob beriladi. Yaxshi narsa ekan jonivor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar o'rtoqlar.